Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi videorolik ancha boshqacha bo'ladi boshqalardan. Chunki bitta obunachimiz drabilka ishlab chiqarishni boshlagan ekan. Shu haqida video qilib beribdi. Xalqimizga foydasi tegadigan video bo'libdi. Videoni oxirigacha ko'rib, albatta like'larni bosib tursanglar, qiziq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Iloji boricha like'lar bosib turinglar. Chunki bitta like bossanglar 5 ta odamga yetib borar ekan. Like'lar tekin bo'ladi albatta. Dehqon akalarimiz uchun yaxshigina video bo'libdi. Videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beramiz. Assalomu alaykum. Adahamboy kanalining ashaddiy obunachilari. Bugun Xudo xolasa Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Leylin mahallasiga kelganmiz. Xudo xolasa drabilkalarimizni qisqacha obzorini sizlarga bitta ko'rsatib beramiz. Bir chorvalaringni yengillik qilish maqsadida, bir chorvalaringga bir qulaylik qilish maqsadida Xudo xolasa mana bugun drabilkalarimizni qisqacha obzorlarini ko'rsatamiz. Videoni uzmaymiz. Xudo xolasa chiroyli qilib obzorlarini sizlarga noldan o'zimiz tushuntirib beramiz. Videolarimizga Xudo xolasa bitta like bilan podpiska bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa bizni qo'llash davom etsalaring, inshaalloh chiroyli qilib sizlarga qisqacha obzorini ko'rsatamiz. Olib kelavering, birinchi ichidan ko'rsatishni boshlaymiz. Bunimiz hampali varianti. Hozirda 2 xil variantli drabilkalarimiz bor. Bunimiz hampali variantda bo'ladi. To'rtburchak hampali. Bunimiz pushkalik dumaloq variantimiz. Bu yonboshlagan holatda ham chiqaraveradi. Yonboshlagan holatda ham, ikki holatda ham chiqaraveradi. Buni ham, bularni ham hozir bitta ko'rsatib beramiz. Buni hozir nima qilsiz, ko'rsatasiz. Buni tayyorlab olganmiz. Bundan hozir beda, yer yong'oq, piris, keyin somon, makka poya hammasini chiqarib beramiz. Hozir bundan makkani sotasi bilan chiqarib beramiz. Mana tayyorlab olganmiz. O'zi bittasi hammasini ishini, vazifasini bajaraveradi. Faqat biz tayyorlab olganmiz vaqtdan yutish uchun. Bunda makkani sotasi bilan yorma holatda chiqarib beramiz. Bunda aralashmani kepay holatida chiqarib beramiz. Hozir kepay holatda buni aralashmani chiqarib beramiz. Komplektida 3 xil setkasi bo'ladi. Setkasini bering. Komplektida 3 xil setkasini beramiz. 2 xil motordan ishlatamiz. Titan motor, alyuminli titan motor bo'ladi. Keyin misli Ariol motordan ishlatamiz. 4 kilovat 3000 оборот bu titan motorimiz. Misli motorimiz 6,5 kilovat 3,5 оборот. Baqa olib kelsangiz, motorni ko'rsatib beramiz. Mana to'shni o'zi ko'rsatib turadi. Voltmetrlari bor, avtomati bor. Motorga nagruzi keladigan bo'lsa, mabodo o'zi tashlaydi. Motorda ham o'zi ko'rsatib turadi mana. Titan motorimizning nomi Titan motor. O'zbekistonda alyuminlar ichida eng yaxshi, eng oldin motor hozirgi kunda. Zo'r motor, sertifikatlari bor. Xudo xolasa bexijolat 4 kilovat 3000 оборот. Bunimiz Ariol motor bo'ladi. Ariol bu ham eng yaxshi nomiga misbas bu. Toza mana bu yerda sertifikatlari bor buni ham. Toza medni yangi Xitoydan zakaz qilib olib keltirib, yangi motor qo'yamiz. Ishlamagan motorlar qo'yamiz. Bunimizda ham mana to'shni ko'rsatib turadi. Voltmetrlari bor. Motorni o'zida ham ko'rsatib turadi. Xudo xolasa mana bu yerda ikki sistemasini bitta tushuntirib beramiz endi. Biz har bitta detaliga ahamiyat berganmiz. Har bitta detaliga ham biz ahamiyat beramiz. Bu ochilishi kurchoylik, yankaboltli varianti yo'q. Bizda yankaboltli yo'q. Bittada ochiladi. Mana ichiga keladigan bo'lsak, mana bizning mahaviyimiz, bu mahaviylik bo'ladi. Tayyorlangan mahaviyimiz bormi? Hali olib chiqinglar o'shani. Mana bu bizning mahaviyimiz. Bu 10,5 kilo, 11 kilo chiqadi. Mekka cho'zibga 3 ta pichoq qo'shganmiz. Bu kombaynni singari keskani yengil, oson, tiqilib qolmaydi bu. Xudo xolasa bexijolat setkalarni alishishi ham mana. Setka mana bittada mana alishadi. Setka alishishi ham mana hech qanaqa hali qiyinchilik tug'dirmaydi. Mana trubalarimizni qalinligi mana stenkasi 0,8 birlik bo'lgan trubalarni ishlatamiz. Xudo xolasa bizniki listdan yo hali nimadan, konteynerdan unaqa nimadan ishlatmaymiz. Bu rezinkasini o'tkazishi ham mana, rezinkani o'tkazish ham unaqa oson emas, qalin. Oson rezinkani aynaqa nimadan qo'ymaymiz. Mana yopilishi ham buni
hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Yopilishiga mana hech qancha vaqt ketmaydi. Drabilkamiz mana ishlatishga tayyor. Bu tepasini qo'yamiz. Bu bizni mahalliyimiz bo'ladi. Xudo xolasa buni mahalliy qo'yishimizning sababi biz ko'pchilik buni listdan qilib qo'yapti hozir. List quydirib qilishyapti. Bizda unaqa narsa yo'q. Biz zavodskiy mahalliy qo'yamiz. Ko'p shildirmaymiz. To'kirda ozgina ishlov beriladi. 25 ta pichoqli. Baqa olib kelinglar. Pichoqlari ham mana двойной pichoq qo'yiladi bizda. Malatcha o'ylariga ham mana pichoq ishlatamiz. Unaqa biz hali nimani qo'ymaymiz. Xudo xolasa ishlarimiz garantiyali, ishlarimiz bexijolat. Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlash davom etsalaring. Hozir qisqacha arzonlarini, bitta chiqarishlarini ko'rsatib beramiz. Videoni uzmasdan oxirigacha tomosha qilasizlar. Xudo xolasa videolarimiz yoqsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Ilohim Alloh sog'lig'ingga baraka bersin. Komplektda 3 xil setka bo'ladi mana. Bu hashayga, bu makkani yormasiga, bu bunisi makkani un qilib, bug'doyni ham shunda chiqarsa bo'laveradi. Drabilkalarimiz universal. Mana hozir bunda ketganimizda hashaydi. Bunisida mana o'nda chiqarib beramiz. Shunday holatda unda yorma qilib beramiz. Xudo xolasa ishlarimiz ishonchli. Drabilkalarimiz universal drabilka bo'ladi. Qo'l quruq tanlamaydi, chiqaraveradi. Qo'lda ham, quruqda ham tanlamaydi, chiqaraveradi. Keling, hozir bunisida ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Yon boshlagan holatda ham chiqaraveradi. Yon boshlagan holatda. Bunimizning qulayligi bu yetalasa ham bo'laveradi. Bemalol yetalar qanaqa qilib nima qilsa bo'laveradi. Somondan beri chiqmagan edi. Mana bu yerda yer yong'og'imiz ham o'zi qalin va qattiq bo'ladi. Mana bu chiqmagan holati. Kelingda, bu chiqmagan holati mana. Bu chiqmagan holati. Bunimiz mana chiqqan holati. Buni ichida mana beda ham, yer yong'oq ham bor. Mana yer yong'oq mana o'zi qattiq bo'ladi. Mana qattiq mash holatda mana olib kelib beryapti. Mana yer yong'oqlariga o'zi turibdi ekan. Bash holatda mana bu holatga olib kelib beryapti. Buni qo'yga, molga bersa umuman nushqu chiqarmaydi. Nushqu chiqarayotgan mollar umuman nushqu chiqarmaydi. Buni atalaga solib, bemalol atala qilib bersa ham bo'laveradi. Qaynatib, nima qilib atala qilib bersa ham bo'laveradi. Hozir bunimizda bu to'rtburchagimizdan ham chiqarib beramiz. To'rtburchagimizdan ham bitta ozgina chiqarib beramiz. To'rtburchagini chiqaramiz deyishgan nimasiga chiqarib beramiz. Mana buni ham
mayilligini bitta ko'rsatamiz. Mana setkada chiqyapti. Bunisi ham mana mayin. Yer yong'oq ham bor buni ham ichida. Endi bunimizda makkani yorma bilan mana sotasi bilan maytdan tashaladi. Mana bu yerda nimasi bor, zaslonkasi bor buni. Ha, buni ustida ko'rsataylik-da mana. Mana buni mana uni olib tashlansa, mana buni olinsa, bunda mana bemalol, mana bu yerga qo'yiladi, hashay solinadi, keyin buni qo'yiladi. Makka bug'doyni misol 35 kilo, 30 kilo makka bug'doy sig'adi buning ichiga. Bu yerda mana zaslonkasi bor. Bu yerdan bemalol ochib, ligirovka qilib turishaveradi. Ligirovka qilib bemalol ishlatishaveradi. Bu yerdan makkani sotasi bilan tashaladi mana. Buni ham hozir ko'rsatamiz. Mana bu yerdan makkani sotasi bilan tashlanadi. Hozir buni ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Ishlashiga ham bitta ahamiyat berasizlar. Ishlashiga ham. Bu umuman ovoz chiqdi. Ha, yaqinroq borishni buni chiqarib olishgandan keyin bir yarim minut, 1 minutdan keyin o'tirishsa, o'zini ichidagi narsalarini tozalab chiqarib oladi. Endi chiqargan narsasini mana ko'rsatamiz. Mana chiqargan narsasi. Bu makkani sotasi bilan yorma qilib bergan holat deyiladi. Makkani sotasi bilan mana yorma qilib bergan bu. Bu mana bu. Mana buni ham yaqinroqdan ko'rsatasiz. Kebay holatiga olib kelib bergan makka bilan bug'doyda aralashmasi bu. Sal daraqda mana, sal yirirag'i ham bor mana. Buni mana bemalol buni qo'ylarga, mollarga atala qilib bersa bo'laveradi. Xudo xolasa bexijolat. Mashinasi uylaringga yetkazib olib borib beramiz. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin. Endi narxlarini aytmayapmiz, narxlarini aytib beramiz. Bunisi Titan motorda esa 4 kW 3000 оборот. Bunisi 3 million so'm. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. 12 ta viloyat hammasiga yetkazib beramiz. Faqat Xorazm bilan Qoraqalpog'istondan tashqari haqqa kelishilgan narxlarda. Bunimiz misli motorimiz yetib boradi. 3,5 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Xolasa bunisidan zakaz qilishsin, xolasa bunisidan zakaz qilishsin. Xudo xolasa ishlarimiz bexijolat. Bu umuman haligi boshqa drabilkalarga o'xshamaydi. Biz har bitta detaligacha ahamiyat beramiz. Xudo xolasa bizni ko'rib turgan akalarimiz, bizdan olgan akalarimiz bo'lsa, biz buni ancha yillik bir tajribaga egamiz. Ancha yildan beri qilamiz shuni. Xudo xolasa shuning ichida biz bexijolat suvarkalar, pichoqlarga 5 oy garantiya beramiz. Xudo xolasa ishlarimiz bexijolat. Zakaz bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Drabilkamizni o'zida ham Rizo brendi nomerlarimiz o'zida ham bor. Xudo xolasa bexijolat nima qilib zakaz beraverasizlar. Hozir bunimizda makka poya chiqarmayapmiz. Chiqing buni ham. Makka poyani bunimizda chiqarib beramiz hozir. Makka poya ham mana nima bor? Yupqa makka poya bor. Buni chiqarib beramiz hozir. Ha, to'g'ri zavod bo'ladi.
bu holatdan mana bu holatdan bu holatga olib kelaveryapmiz. Bag'i biz ko'l Makkapoya topolmadik. Bag'i o'zi bahor mavsumi yaqinlashib qoldi. Bag'i bahor mavsumiga chiqyapmiz, xudo xolasa. Buni afzallik taraflari ko'l narsa bo'lsa ham tanlamaydi. O'zi buniki ham to'liq quruq chiqaraveradi. Bu yonbosh holatda ham misol bag'i cho'chotlar ko'p bo'ladi. Bag'i hamma yoq ko'karayapti. Cho'chotlar ko'p bo'ladi. Bemalol shunda chiqarsa bo'laveradi. Cho'chotlarni ham bemalol chiqarib ko'rsatsak, bunda ham bo'laveradi. Buni ham chiqarib ko'rsatsak bo'laveradi. Xudo xolasa, siz bexijolat bir like, kommentariya yozib, xudo xolasa qo'llab qo'yasizlar inshaalloh.